Shuhrat Lutf Qozonchining 3-kitobi So'nggi to'fon kitobini ham o'qib tugatdik. Bu asarda bosh qahramonlari Tursun ismli o'g'ri va uning o'g'li Hasan. Ikkalasi, biri Tursun o'g'ri, kazzob, tikon bo'lsa, o'g'li Hasan bo'lsa iymonli, vijdonli bir gul edi. Kitobda Hasanning ko'rgan qiyinchiliklari, bir safar o'g'rilik qilgani, o'xshamagani va shunga o'xshagan qiyin, insonni tabiiy bo'lgan qiyin hayotlari aks ettirilgan Hasanni obrazida. Ya'niki o'g'rining o'g'li qanday bo'lishi va qanaqa ko'cha-ko'yda, mahallada, ijtimoiy insonlar oldida qanaqa holatga tushib qolishi aks ettirilgan So'nggi to'fonda. Ya'ni o'g'rining o'g'li bo'lish ham qiyin. Deb ko'radi, o'g'rining o'g'li deydi. Kitobni o'qish mobaynida siz Hasanning birinchi onasidan, keyin esa otasidan ajrab qolishini, ya'niki ular vafot etishini ko'rasiz. Undan keyin farovon hayotga, ya'niki o'zini dinga bag'ishlagan mo'min, haqiqiy musulmon inson bo'lishiga amin bo'lasiz. To'fon kitobidan iqtibos keltiradigan bo'lsam, bitta iqtibos yozib o'tadi. O'shanda aytadiki, sen o'zing yoqtirgan narsani birorta birodaringga ravo ko'rmaguningcha haqiqiy musulmon bo'la olmaysan, deydi. Ya'niki birorta o'zing zo'r yoqtirgan telefon bo'ladimi, mashina bo'ladimi yo birorta narsa bo'ladimi, o'shani yaqin birodaringga bera oladigan darajada zo'r inson bo'lsang, haqiqiy o'shanda ko'ngildan chiqarib bera oladigan bo'lsang, o'shanda sen haqiqiy musulmon darajasigacha, haqiqiy musulmon inson darajasigacha yetasan, deydi. Ko'p gapirmayman, kitobni o'qib chiqinglar, juda zo'r asar.